Birinchi penalti va to'p darvoza to'g'rida. O'zbekiston terma jamoasidan birinchi bo'lib to'p oldiga Odil Ahmedov yaqinlashmoqda. Odil o'ziga juda ishongan futbolchi, o'z kuchiga, imkoniyatlariga va mana shu yerda uning ushbu xususiyati kerak. Odil Ahmedov Amir Shafiyga qarshi. Ruxsat berildi. Odilning zarbasi. Afsuski birinchi zarbamiz noaniq chiqdi. Odil burchak imkon qadar o'sha darvozabon yetib bormaydigan tarzda to'pni burchakka yo'naltirmoqchi bo'ldi. Haqiqatan ham Amir Shafiy to'p yo'nalishini topgan edi, lekin zarba o'xshamadi. 0-1. Hozircha Iordaniya oldinda. Hozir Murod Zuhurov ko'p narsa unga bog'liq. To'p oldida 8-raqamda Oday Al-Sayfi u zaxirada maydonga tushdi. Zarba berildi. Uning zarbasi aniq. 2-0 penaltilar seriyasi bo'yicha. Server Jeparov, jamoa sardori, hozir gol kerak. Bu seriyani qutqarish uchun gol kerak. Bu yog'iga darvozabon o'zini ko'rsatishiga ishonamiz. Hozir gol kerak. Amir Shafiy. Server, zarba, yaxshi, 1-2. 1-2 Server Jeparov penaltilar seriyasida hisobni ochdi O'zbekiston uchun va darhol Zuhurovni qo'llab-quvvatladi. Kim tepadi? Iordaniyadan 14-raqam ostidagi Abdulloh Dip to'p oldiga yaqinlashyapti. Bu ham zaxiradan tushdi. Murod bitta seyv. Hozircha. Amirdiyev. Zarba. Voy, yo'q, bu zarbani qaytarib bo'lmasdi. Juda ham yaxshi tepdi Amirdiyev. Kuchli tarzda va yuqori burchakka bunday zarbani qaytarishning iloji. To'p yo'nalishini topdi Murod, lekin qaytarish imkoni yo'q. Temur Kapadze. Temur Kapadze. Terma jamoamiz safida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchi. Yaxshi. 2-3. Lekin hali hamon biz orqada boryapmiz. Baribir bitta to'pni qaytarishi kerak Zuhurov. Boshqa iloji yo'q. Va imkon qadar bu ishni tezroq bajarishi kerak. Bu yog'iga ikkitagina zarba qoldi. Sid Murjan gol muallifi. Hisobni tenglashtirgan futbolchi. Zarba va Murod Zuhurov yetib borgandi-ku. Nega qaytara olmadi? Yetib bordi-yu to'pga. Sal ishonch bilan o'ynash kerak edi Zuhurov. Tashlandimi? Bo'ldi. Butun tanasi bilan bir yo'nalishga tashlanishi shart. Hozir sal o'zini ushlab qolgandek bo'ldi so'nggi pallada.
Islom To'xtaxo'jayev. Hozir ancha xavfli vaziyat. Agar Islom tepa olmasa, unda tugaydi seriya. To'xtaxo'jayevning zarbasi yaxshi. Islom To'xtaxo'jayev. Lekin mana bu zarba ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Agar iordaniyalik futbolchi hozir to'pni darvozaga yo'llasa, biz bu seriyani yutqazamiz. Agar yo'llay olmasa, davom etadi. Ahmad Xayil to'p oldida. Oxirgi penalti Iordaniya uchun mana shu 5 ta zarbadan iborat seriyada. Biz uchun bu so'nggi imkoniyat. Ahmad Xayil zarba va to'p darvozaga bormadi. Biz yana seriyaga qaytdik. Faqat Igor Sergeyev aniq zarba berishi shart. Igor gol urishi shart. Seriyaga qaytganimiz o'z tasdig'ini topishi uchun. Ahmad Xayil bizga bu yerda yordam berib yubordi o'zining noaniq zarbasi bilan. Igor Sergeyev debyut o'yinida hal qiluvchi 5-penalti. Qanday bosim hozir Sergeyevda. Hamma narsani unutish kerak Sergeyev. Shunchaki penalti. Demak, Igorning zarbasi yaxshi. Qoyil Igor. Asosiy milliy terma jamoaga xush kelibsan Igor. Yaxshi. Bu yoshlar terma jamoasida asosiy to'prar edi. Hali Olimpiya terma jamoasida o'zini ko'rsatishi kerak va mana milliy terma jamoada ham uyaltirmadi. Iordaniya terma jamoasidan demak 6-penalti. To'p oldida Adnan Sulaymon. Bu yog'iga xato qilgan yutqazadi. Xato qilmadi Adnan Sulaymon. Bu safar ham Zuhurov yo'nalishni topa olmadi. Va to'p oldiga Akmal Shorahmedov yaqinlashyapti. Qanot himoyachimiz Akmal Shorahmedov penaltilar seriyasida ham zarba berishga qaror qildi. Uning qarorini hurmat qilamiz va omad tilaymiz. Shorahmedov zarba yaxshi. Hisob tenglashdi. 7-penaltini tepish uchun Iordaniya terma jamoasi a'zosi kim ekan? 5-raqamdagi Mustafa Muhammad Ali yo'l olmoqda. Va hozir ham mana Murod Zuhurov qutqarishi mumkin edi. Salgina unga to'pni urib yuborishga masofa yetmayapti. E'tibor bering. Yetib bordi ham to'pga. O'z harakatidan o'zi mamnun emas. Va Vitaliy Denisov. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi menimcha bugun yoki Anzur Ismoilov. Mana shu ikki futbolchidan biri. Yaxshi, Denisov yuqori burchakka qo'yib. Yana muxlislarni ham jonlantirishga o'zida kuch topyapti.
8-penaltilar, ya'ni 8-zarbalarni ijro etishadi. Jamoa sardori Amir Dib. Dastavval demak penalti tepishni xohlamagan Amir Dib. Ro'yxatda 8 bo'lib turgan bo'lsa, demak u biroz ishonmagan o'ziga. Amir Dib. Murod Zuhurov. Ruxsat berildi. Va xuddi Denisov singari Amir Dib ham yaxshi tepdi. O'zbekiston terma jamoasidan Ivan Nagayev o'yinga yaxshi kirishib ketdi. Faqat zarba kerak. O'yinda ura olmagan golini mana hozir urishi shart. Ivan Nagayev. Zarba qanday sovuqqonlik bilan hozir Nagayev zarba berdi. Bir necha santimetr darvoza to'sinidan pastroqqa yo'naltirildi to'p. Yaxshi, bu raqibga ruhiy bosim bo'ladi. Lekin ancha xavfli tepdi Nagayev. Biroz cho'chitdi barchamizni. Oday Zahran. To'qqizinchi penalti. 8-chi. Xullas Oday Zahran. Yo'nalishni topdi. To'p ketib bora olmadi. Sanjar Tursunov. O'tgan mavsumning eng yaxshi futbolchisi Sanjar Tursunov. Yaxshi, Tursunov ishonch bilan tepdi. Juda yaxshi zarba. Muhammad Al-Dimeyri to'p oldiga yo'l oldi. Yaxshi tepdi Sanjar. Darvozabon qaytara olmaydigan zarba bo'ldi. Muhammad Al-Dimeyri himoyachi, chapaqay. Zarba, hozir. Yaxshi tepdi u ham pastki burchakka, ya'ni Zuhurovni aldab to'pni darvozaga joylashtirdi. Va yana bir o'yin qahramonlaridan biri gol muallifi Anzur Ismoilov. Anzur Ismoilov zarba beradi.